Siz bu haqida bilarmidingiz? Nimaga xitoyliklar tayoqchalar bilan ovqatlanishadi, bilasizmi? Sababi qiziq, albatta bilib oling. Birinchidan, qadim zamonlarda xitoyliklar ovqatni qo'lda tanovul qilishgan. Bu gigiyena qoidalariga to'g'ri kelmasdi va estetik jihatdan juda xunuk ko'rinardi. Lekin o'sha paytlarda Xitoyda tayoqchalar bo'lgan. Biroq ular ovqatni yeyish uchun emas, balki pishirish maqsadida ishlatilgan. Yarim metrli bambuk tayoqchalari qaynayotgan sho'rva ichida masalliqlarni tatib ko'rish maqsadida foydalanilgan. Keyinchalik ular 25 santimetrlik tayoqchalarga aylantirilib, so'ng kuaytsi deb nomlangan. Birinchi tayoqchalar imperator oilasi va boshqa zodagonlarning stolida paydo bo'lgan. Ular oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida kumushdan tayyorlangan. Bu metal ba'zi zaharli moddalar bilan aloqaga kirishganda qora rang hosil qiladi. Oddiy odamlar esa faqat 5-asrdan boshlab cho'plaridan foydalanishni boshlagan. Unda esa cho'plar oddiy yog'ochdan tayyorlanadigan bo'lgan. Video ma'lumot sizlarga yoqgan bo'lsa, videoga like bosing, muhokamalarda o'z fikringizni bildiring. Kanalimizga obuna bo'ling.